Qaysi yoshda EQ imkoniyati eng yuqori hisoblanadi? Tadqiqotlarga ko'ra, eng yuqori EQ muvaffaqiyati juftlikni yoshi 20-25-25-30 atrofida bo'lsa deb tasdiqlangan. Nafaqat EQ, balki tabiiy homilador bo'lish imkoniyati ham bu yoshda boshqa yoshdagidan ko'ra balandroq sanaladi. EQ jarayonining birinchi bosqichi nima? EQ jarayonining birinchi bosqichi bu stimulyatsiya bosqichi, ya'ni ayol kishini tuxumdonidagi folikulalar o'stirilishiga qaratilgan bo'ladi. Qaysi omil EQ muvaffaqiyatiga eng ko'p ta'sir qiladi? Albatta yosh. Siz qanchalik yosh bo'lsangiz, EQ muvaffaqiyati shunchalik baland bo'ladi. Va oxirgi savol, EQ oldidan eng muhim tekshiruv qaysi? Afsuski bitta tekshiruvni ta'kidlab o'tolmayman, chunki zaruriy tekshiruv usullari juda ham ko'p. Bu turmush o'rtog'ingizning urug' analizlaridan tortib, o'zingizni organizmingizni salomatligini ko'rsatuvchi analizlargacha va bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan analizlar ro'yxati bor. Albatta undan o'tishingiz zarur. U ro'yxat va analizlar nima uchun? Avvalo muolaja siz va juftingiz uchun xavfsiz bo'lishi uchun topshirishingiz kerak bo'ladi. Vaqtni boy bermasdan bugunoq qabulga yoziling.